Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz homiladorlik vaqtida nimaga varikozni davolab bo'lmaydi. To'g'ri, homiladorlik vaqtida varikoz tomirlarimiz chiqish ehtimoli juda yuqori. Homiladorlikni o'zi xavf omili hisoblanadi varikozni. Qancha ko'p homiladorlik bo'lsa, shuncha chiqish xavfi ko'payadi. 3-4-da masalan homiladorlik vaqtida varikoz darajasi ko'payib ketaveradi. Shuning uchun har doim biz homiladorlikdan oldin davolashni tavsiya qilamiz. Lekin ayrim bemorlarimiz homiladorlikdan oldin davolamaydi va homiladorlik vaqtida varikoz ko'payish yana boshlaydi va bezovta qilish boshlaydi. Agar ungacha bezovta qilmagan bo'lsa, faqat kosmetik holat bo'lsa, homiladorlik vaqtida bezovta qilish boshlaydi. Ya'ni og'riqli paydo bo'ladi, trombli hosil bo'lish ehtimoli bor. O'sha teri qichishlari, rang o'zgarishlari, ya'ni bemorlarni shu varikozda juda qattiq bezovta qilish boshlaydi. Bu holatlarda nimaga operatsiya yoki davolash mumkin emas? Ayrim holatlarda chiqqan varikoz haqiqiy varikoz ham hisoblanadi. Ya'ni har xil gormonal o'zgarish hisobiga. Biz bilamiz, varikoz gormonal o'zgarish hisobiga chiqadi. Kattaroq sroklarda bachadon, homilalik bachadon kattalashgan sari orqa tomonda joylashgan tomirlarni bosib qo'yish hisobiga varikoz tomirlar chiqishi mumkin. Ya'ni ikkilamchi varikoz desa ham bo'ladi. Tug'ib bo'lgandan keyin ko'p tomirlar yana qayta tiklab o'z joyiga kirib ketishi mumkin, varikozda kamayib ketishi mumkin. Shuning uchun haqiqiy varikoz hisoblanmaydi homiladorlik vaqtida. Va ikkinchidan, agar varikozni davolasa homiladorlik vaqtida va asosiy sababchi, ya'ni gormonal o'zgarish, homiladorlik ular qoladi-ku. Boshqa tomirlarga nagruzka tushib, boshqa tomirlardan yana varikoz chiqib ketadi. Homiladorlik vaqtida faqat profilaktika, ya'ni og'riqlarni kamaytirish uchun boshidan maxsus elastический чулки, ko'pincha ikkinchi klass kompressiya chulkini kiyib yurish kerak. Ertalab kiyib, kechqurun yechib yurish kerak har doim. Agar chulkilar kiyolmasa, vazni katta bo'lsa, soni katta bo'lsa, hali elastический kompressionniy golf yoki maxsus homiladorlik uchun kompressionniy kolgotkalari bor. Shu kompressionniy golf va kolgotkalar bemorlarimizni qutqaradi. Shu belgilardan, asoratlardan, tromblardan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, shu chulkilarni kiyib ko'p harakat qilish kerak. Peshkom yurish kerak. Agar возможность bo'lsa, basseynga borib suzish kerak. Ya'ni har doim harakatda bo'lish kerak. Og'ir narsa ko'tarish kerak emas. Shu holatlarda varikoz ko'payishi kamayadi, belgilari kamayadi va asoratlarni oldini olgan bo'lasiz. Tabletka va mazlar homiladorlik vaqtida deyarli unaqa foydasi yo'q. Balki ozgina muncha simptomlarni kamaytirish mumkin, lekin umuman deyarli ularning foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun homiladorlik vaqtida bo'lishdan oldin, homiladorlikka tayyorlashdan oldin agar varikozlaringiz bo'lsa, uni to'liq 100% davolab olishga harakat qiling. Chunki homiladorlik vaqtida ular undan ham battar chiqib, sizni qiynaydi, asoratlarga ham olib kelishi mumkin. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Hammasiga javob beramiz. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.